Qatardan go'zal taassurotlar bilan O'zbekistonga yo'l oldik. Hayajon bilan samolyot chiqish tomon qizim bilan yurdik va nihoyat 3 soatli parvozdan keyin Toshkentga yetib keldik, alhamdulillah. Meni mehribonlarim kechasi 3 da Andijondan Toshkentga kelib kutib olishdi. Ota-onaday mehribon inson bo'lmasa kerak-a, ularni juda ham sog'ingan ekanman. Ertalabgacha mazza qilib gaplashdik va ertalab bismillah deb ishlarimni boshladim. Birinchi kuni Hiltonda uzun market bo'yicha hamkorlarim bilan uchrashdim. Meni tanimaganlar uchun men Malayziyada turib onlayn biznes qilaman. Bu safar Yandex.Go'ga kirish, biznes strategiyasi va nishalarni maslahatlashib oldik. Ikkinchi kuni esa Asror Iskandarovning offlayn darslariga bordim. Chunki men shaxsiy brend kursiga yozilgan edim. U yerda tanishlar orttirdim va kursdoshim Murshid opam meni uygacha tashlab qo'ydi. Kechki salqinda oilaviy Toshkentning mashhur restoranlaridan biriga osh va norin yegani bordik. Mazza qilib oilaviy ovqatlandik. Bu serialimizni jiyanimni duosi bilan tugatmoqchiman. O'zimga ibodat qilishga nasib qilgan xayrli holat